sotildi. Sho'rchiga ketyapti. 14 million 200 ga uchashar. Mana biya so'raganlarga Surxondaryo Oltinsoydan videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Akani telefon nomeri ham bor. Sotuvda ekan, Dashnovatdan bu 1 yashar ekan, bu ham Dashnovatdan 1 yashar. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Akani telefon nomeri ham bor. Lot olaman deganlar bo'lsa, marhamat Toqchiyondan videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Mana biya so'raganlarga uzundan ekan 30 million so'm baho qo'yapti. Bu toy ham sotuvda 15 baho qo'yadi. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Telefon nomeri ham bor. Sotiladi Dashnovatdan 1 yashar toyimiz. Biya sotiladi Denodan, telefon nomeri ham bor. Xohlasak uydan ham sotamiz. Baytal toy so'raganlarga ikkita baytal toyimiz Bobotodan keyin sotiladi. Bunisi 2 yosh, bunisi 6 yosh. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Barchalarga salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon To'z kanali. Bugun sana 19-iyun 2025-yil Surxondaryo viloyati Sarasa Payshamot bozoridan otdan har toy narxlari bilan tanishtiramiz. Videomizni yoqsa albatta like bosib, paysalga unutmanglar. Bugun Payshamot bozorimizga toylar juda ko'p kirgan. Toylarni bir chekkadan tanishtirib, sotiladigan telefon nomeri bilan qoldiramiz. Qanday videoni boshladik. Baytal toy so'raganlarga Surxondaryo viloyati Uzun Bobotodan keyin ikkita baytal toychamiz sotuvda ekan, toy olaman deganlar bo'lsa, marhamat hozir narxi bilan tanishamiz. Mana aka, ikkita toymisan toy. Aka, bu Bobotog' toylari yoshi nechida, oqi nechida, bu nechida? 2 yashar, biri 6 yashar. Qaysi 2 yashar bu? Bu 2 yashar, bu 6 yashar. Bobotog'dan keyin toyda necha pul baho qo'yapsiz aka? 30 million. Har birini ikkovini? Ikkovini 30 million so'm aka baho qo'yapti. Maydasi 2 yosh, unisi 6 yoshda ekan, ikkita baytalcha 30 million so'm baho qo'yilyapti. Ya'ni endi bo'lsa 15 dan bo'ladi. Misol uchun jasad kattaroq, xullas ikkovini 30 million so'm aka baho qo'yapti. Albatta kelishtirib beradi. Bobotog'da to'y. Aka savdo necha bo'ldi? 22. Ikkov bir joyga 22 ga berilmadi. Kelishtirib beriladi. Agar uydan sotaman siz nomer bo'lsa, nomerni qoldiring aka. Seni sotaveramiz a? Bo'ldi aka. Seni sotamiz deb nomer yo'q deyapti. Aka toylarimiz, baytalchalar. Sotildi ekan 14 million 200 ga. Qayerda o'tamak bu? Qayerda o'ti? Qayerda o'ti? 14 million 200 ga sotilgan ot mana aka. Qayerdaki? Aka 14. Yo, Surxon Media. Ana 14 million 200 ga sotilgan ot. Yoshi nechida buni? 3 yashar mana. 3 yashar ekan 14 million 200 ga sotilgan ot. Qayerga ketyapti bu endi? Sho'rchiga ketyapti mana aka. Shahramgami? Mana 14 million 200 ga sotilgan otimiz mana aka 3 yashar. Mana aka. Bo'ldi. So'raganlarga mana aka Sarasa ot bozoridan toylarimiz sotuvda ekan, ikkita toychamiz. Aka buni yosh nechida? 1 yashar erkak toychamiz sotuvda ekan. Xo'p, aka necha pul deyapsiz bu 1 yashar toydi? 20 million so'm aka baho qo'yapti mana aka 1 yashar toychamiz. Xullas toy olaman deganlar bo'lsa, mana shunday toycha sotuvda ekan. Xo'p, 20 millionlik necha pul baho qo'yapsiz aka? 1 yashar 20 million dedingiz-a? Adashim ketdim, 20 million necha pul baho qo'yapsiz deb. Xo'p, 1 yashar toyda 20 baho qo'yapsiz. Savdosi necha bo'ldi aka buni? 14 ga bermadingizmi? Mana aka 14 millionga berilmagan toycha ekan. Mana aka toy olaman deganlar bo'lsa, bizda ham 4 ta toy bor. Videoni ichida qo'yib qo'yaman, oladiganlar bo'lsa bog'lansizlar. Xo'p, mana aka 14 millionga berilmagan. Aka bu birdan o'tganda 2 ga qarab boryapti-da. Birdan o'tgan ekan 2 ga qarab boryapti. 20 baho qo'yib 14 ga berilmagan toycha. Aka bu toy qayerdan? Dashnobod. O, Dashnoboddan ekan. Toymisan toy. Qarang, quloqlarim tikka ekanda. Yoshi nechida aka buni? 1 yoshga beradi. Bu ham 1 yashar. 1 yashar toydi narxi necha pul aka buni? 20 deyilyapti. Toylar ko'tarildi ancha. 20 deyilyapti. Savdo necha bo'ldi aka? 13-14 bo'lyapti ekan. 20 million so'm baho qo'yapti ekan. Toy olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Aka telefon nomeri bo'lsa uydan sotamsiz, nomerni ayting. 91lik 582 0515 nomerga bog'lanamiz. O aka, siz ham uydan sotamansiz, nomerni qoldiring. Ha, bo'ldi aka bilan ikkovi bitta ekan, bo'ldi. Ikkovi bir kishiniki ekan, shu nomerga bog'lanasizlar. Ikkita toy sotuvda ekan. Baytal toy so'raganlarga Qumqo'rg'ondan kelgan baytal toychamiz sotuvda ekan. Toy olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, baytal toychani yoshi nechida? 1 yashar ekan. Qumqo'rg'ondan kelgan baytal toycha sotuvda ekan. Birdan endi o'tyapti-da. 1 yoshiga necha pul deyapsizlar? 10 million savdosi bo'lib bermanlaringiz. Necha pul deyapsizlar? 16 million so'm baho qo'yapti ekan. 10 million savdosi bo'lib berilmagan baytal toycha. Aka xullas mana shunday baytal urg'ochi otchamiz 16 deyapsizlar?
16 baho qo'yiladi, 10 million savdoga berilmagan ekan. Uydan sotamiz, siz nomeringizni qoldiring. 99lik 627 51 91 shu nomerga bog'lanamiz. Ona-bola baytal so'raganlarga, biya so'raganlarga ona-bola biyachamiz sotuvda ekan. Yoshi nechidagi bu biyani? 6 da 6 yashar biya, yana bo'g'ozmi deyman? Yana bo'g'oz ekan. Xo'p, oldida manaki hozirgi bolasi erkak ekan, ot qilaman deganlar uchun biyachamiz 6 da sotuvda ekan. Aka nech pul baho qo'yapsiz? 25 million so'm baho qo'yapti ekan. Xo'p, manaki biyani yaxshi tanishtiray. 25 million so'm baho qo'yapti. Necha oylik ketgan yana? 1 oylik yana bo'g'oz ekan manaki. Xo'p, 6 yashar bolasi erkak 25 million so'm baho qo'yilyapti. Biya olaman deganlar bo'lsa manaki narxi 25 kelishtirib beradi. Savdo nechi bo'ldi aka? 21 million savdo bo'ldi ekan. Biya olaman deganlar bo'lsa akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni ayting. 99lik 054 5210 shu nomerga bog'lanasizlar. Biya qayerdan aka? Denovdan ekan, shu akadan. Agar bozorda sotilmasa, uyga ham telefon qilib borib olasiz. Yana ot keryapsa, yana bor ekan. Bemalol bog'lanasizlar. Top beriyor ekan, qanaqa ot keryapsa. To'y sotilar ekan. Dashnovatdan kelgan to'y. Bugun Dashnovatdan to'ylar ko'p kelibdi-da. Aka erkak to'y ham bu. Erkak to'yda yoshi nechida aka buni? 1 yashar 2 oylik. 1 yashar 2 oylik to'ychamiz sotuvda ekan aka. 1 yashar 2 oylik. Aka o'zi sanab borganga yoshini. Xo'p, 1 yashar 2 yashar to'yimizda aka narxi nech pul? 15 million so'm baho qo'yapsiz. Savdo nechi bo'ldi aka? 15 baho qo'yiladi, 11,5 million savdo bo'ldi ekan. Yo'q aka, bizni to'ylavandan katta. Xullas aka buni uydan sotamizmi aka? Nomerni qoldiraylik. Buni ham katta bo'ldi, beringizlar. 4 bo'lgan. 4 ta to'yda yutib chiqardik, Obid aka 50 million so'rayapti, hal berganimiz yo'q. Lekin Xorazm olmish so'radi, dastavka qiling dedi, biz dastavka qilmaymiz dedik. Aka buni nomerni ayting aka. 95lik 239 1491. Nechi? 1491. 1491 shu nomerga bog'lanasizlar. To'y keryapsa marhamat sotuvda ekan. Aka ko'ngil necha? 12 so'm beraveramizmi? To'ylab beramizmi? Mana aka. Bemalol bog'lanamiz. To'y Denovdan 1,5 yashar to'ychamiz sotuvda ekan. To'y olaman deganlar bo'lsa akaga bog'lanasizlar. Aka bu 1,5 yashar to'yda nech pul deyapsiz? 20 million so'm baho qo'yapti ekan. Mana aka 20 aytilish bahosi ekan. Savdo nechi bo'ldi aka? 13,5 million savdo bo'lgan to'ychamiz Denovdan 1,5 yashar. Mana 20 baho qo'yilyapti ekan. 13,5 savdo bo'lgan berilmagan to'ychamiz ekan mana aka. Aka ko'ngil nechi bilan sotish endi? 20 million demaydi-ku. Aha, kelishamiz ha. Xo'p, nomerni ayting aka. 95lik 186 3408 shu nomerga bog'lanasizlar. To'y oladiganlar bo'lsa marhamat Denovdan to'ychamiz sotuvda ekan, uydan ham borib olishingiz mumkin. Alaka. Zo'rsiz. Qo'rg'ondan katta ot kirgan 6 yashar 30 million so'm baho qo'yapti, 19 million savdo bo'ldi deyapti. Oldini olmagan sababi chunki egasi ruxsat bermadi, ot videoga olgan, shuning uchun zo'rodan olib sizlarga tanishtiryapman. Ot bozorda bu ot yana boshqa otlar bor, 1-2 ta 3 ta, egasi ruxsat bermaydi, nimagadir bilmayman. Shuning uchun zo'rodan olishga harakat qilaman. Bu lekin juda katta ot ekan, jasadi ham, bo'yi ham baland ekan. 30 million so'm deyapti, 19 million savdo bo'lyapti. Lekin 20-25 dan o'tadigan ot ekanda, meni fikrim endi. Egasi ruxsat bermadi, 2 marta so'radim, shuning uchun zo'rodan video olib sizlarga tanishtiryapman. Bozorga to'ylar kelibdi ekan, to'y kelgan, ona-bola baytallar kelgan, 3 ta keldi uzundan. Bu ona-bolami katta? Bu to'y ha? Bu ona-bolaning yoshi nechida? Yoshi 3 yoshda. Onasi 3 yoshdami? Ha, bu to'y 3 yoshda ekan, buchi? Buni yoshi buni? Yoshi 5 yoshda bo'lsa. 5 yashar ekan, bolasimi, erkakmi? Yo'q, baytar. Bolasi urg'ochi ekan, 5 yashar biyamiz sotuvda ekan, bu 3 yashar to'ychamiz ekan. Mana aka hozir keldi bozorga, uzundan keyin ona bilan biya sotuvda ekan. Nech pul deyapsiz buni endi? Savdo bo'lyapti, egasi savdo qilyapti. Ha, savdo bo'lyapti, hozir egasini so'raylik. Nech pul baho qo'yilyapti? Ona bilan baytar nech pul baho qo'yapsiz? 30 million baho qo'yapsiz. Savdo nechi bo'lyapti aka? Hali tinchmi? Aha.
30 million so'm baho qo'yapti ona bola Baytalda. 17 million so'm savdo bo'lyapti hozir. Endi hali bergan yo'g'i, endi 17 dan boshladi ko'tarishdi. Xo'p, mana aka 5 yashar dediz-a? 5 yashar mana 30 million so'm baho qo'yapti. Endi kelishtirib beradi. Mosh 20 berar, mosh 18, mosh 22. Endi savdo qilasizlar. 30 aytilish bahosi ekan, bolasi urg'ochi ekan. Toyni nech bilyapti aka? Hozir toyini ham so'raymiz, so'rab keling. Ho aka. 3 yashar edi toy. Toyni nech bilyapsiz aka? 15. Necha yashar? Hali aka nima dedingiz? Mana aka 15 million so'm baho qo'yapti bu toyda. Ona balan 30 million so'm baho qo'yapti ekan. Uzundan keyin ikkita otimiz sotuvda ekan. Mana yerda katta ot kirgan bitta, bu tarafda ham bitta qora ot kirgan. Bularni egasi qo'ygan yo'q, video qoldirmang deyapti. Negadir ko'z tegar ekan otiga. Xo'p. Buni 15 deyapti, buni manaki 30 million so'm deyapti. Savdosi boshlandi. Savdogarlar boshlayapti savdoni. Jigarni zadi hozir savdogan. Xullas manaki ona bala otimiz va toyimiz narxi bilan tanishtirib o'tyapmiz. Ot sotildi ekan, yangi ipni bo'ylabdi. Nech pul ketdi, amak? 15 million. Baytal ha? 15 million turizmga sotilgan baytal manaki. Qanday ekan narxi? 15 million turizmga sotildi ekan manaki. Baytalchamiz mana. 15 million turizmga. Qayerdagi ekan ot bu? O'zbekistondan olib kelgan ekan, 15 million turizmga sotildi ekan. Shunday baytal. Yosh nechida ekan bu baytal, amak? 4 yashar ha? 15 million turizmga sotildi. Qisir, ha? 15 million turizmga sotilgan qisir baytal. Bu baytal kimdan ekan? Nech pul deyapsiz aka buni? 20 deydi. Yosh nechida? 8 yosh. 8 yashar baytal qayerdaki? To'qchiyondan ekan. 20 million so'm baho qo'yapti ekan. 4 yashar dediz-a? 4 yashar baytal 20 million so'm baho qo'yapti To'qchiyondan. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdosi 16 million bo'ldi ekan. Uydan ham sotsak, nomer bo'lsa qoldiring aka. 91. 91lik 230. 200 nechi? 30. 91lik 230 0988. 0988 nomerga bog'lanasizlar. To'qchiyondan baytalchamiz sotuvda ekan. Baytal ot olaman deganlar bo'lsa marhamat aka. Hozir nechi bo'lib qoldi savdosi? 16 ga qoldi. O'zi nechi bilyapsiz? 20 baho qo'yayotgan ekan, 16 million savdo bo'ldi ekan. So'raganlarga Surxondaryo viloyati Oltinsoydan ona bola biyachamiz sotuvda ekan. Biyamiz ham biya, bolasini qarang, onasini qarang. Aka yosh nechida bu biyani? Ikkinchi bolasi ekan, onasi yosh nechida kirgan? 5-6 mi? Bolasi 4 oylik. Bolasi 4 oylik, onasi necha oylik? 5 oy. 5 yashar biyamiz sotuvda ekan, bolasi 4 oylik, yana bo'g'oz ekan, bolasi erkak ekan-a. Aka biya olaman deganlar bo'lsa, ona bola biyamiz Oltinsoydan aka ushlab turibdi, sotamiz deyapti aka. Otlarni qarang. Bugun ot bozorga otlar ancha kirgan. Vaqtroq kelib sizlarga video olyapman. Endi bir ikkita otlar bor ekan. Egasi ruxsat berman, ruxsat bergani olib tanishtiraman. Xo'p, mana ona bola biyamiz sotuvda ekan. Aka nech bilyapsiz buni? Buni 22,5 so'radi. 22,5 so'radi, bermadingiz. Bolasi erkak ekan-a? Bolasi 8 million so'rayapti. Bolasini o'zini 8 million so'rayapti ekan. 22 ga ona bola berilmagan. Aka nech pul baho qo'yapsiz? 25 baho qo'yapti, 22 ga berilmagan ona bola biyamiz Oltinsoydan. Aka nomerni ayting. 99lik 378 0362 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka oxirgi narx nech pul bo'lsa internetda sotamiz. Taqdir qilgana, balki bozorga yuraveramiz. Aka. Ona bola biyachamiz sotuvda. So'raganlarga Surxondan kelgan toychamiz sotuvda ekan, toy olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Aka yoshiga to'lganmi? Hali yoshiga to'lmagan Surxondan kelgan 8 oylik toychamiz sotuvda ekan, erkak toycha onaki ot qilaman deganlar bo'lsa 8 oylik Surxondan kelgan toychamiz sotuvda ekan. Kardoni ham bor ekan. Xo'p, aka toychani endi nech pul baho qo'yapsiz? 14 baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi? 10 million bo'lib bermadingizmi? Ko'ngil 10,5 11 mi? Shu atrofni so'ramiz. Nomer bo'lsa nomerni ayting aka. Telefon nomer. 88lik 550 550 50 76 66 ha? Qaysi kanal? 550 76 66. Shu nomerga bog'lanasizlar hozir. Xo'p, mana aka Surxondan kelgan toychamiz 8 oylik sotuvda ekan. Ot oladiganlar bo'lsa marhamat, toy narxlari bilan.